Unda suhbat, unisida yig'ilish. Assalomu alaykum. Bismillah. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bunday she'rlarni o'qisin. Bo'ldi. Qarang, bitta, ikkitadan keladi, ikkita hudud. 12 ta bor. Yurist ana ketganmi mana shu? Shunday davom asma qilishini Az mekanik mi? Bunu kırdırdı. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasmi? Rahmat. Siz ham mehmonlar bilanmi? Ha, shunaqa keyin yurmang, suhbatimiz bor-ku bizlarda. Sizchi? Ha, yaxshi orzularni yaxshi bilasiz. Mayli. Ko'rishga tayyorlandik. Olan kayıtlaşması muhafaza kapılgan bir sorusu. Nasıl da Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hujjatlarsizmi? Ha. Keyin rasmni maskani rasmmoqchi edim. Son mikrofon vücutta da. Uçurdu. Mal uçurdu. Tamam.
Şöyle de yaptım biraz. Hafta onunla beraber bir Geçmek gidelim. hesabını çekmiyor. Hesabını çekmiyor. Ama geç. Ama psikolojide. Başka bir yerde önemli. Yani şimdi bir konuda az gene başlar. Yeter ki ne olsun diye. Yürüyüş başlar mı? İşte. Denizden de. Cihazların vardı. Espri dersinde. Hakimiyet hazır bir iş verdim. Hakimiyet hızlı. Ha? Değil mi? Evde değil. Bizim de yaptık. Hı? Hı? Tekrar ilgili gider ya. Ular da kaçan supervisorlardan aldılar. Şeyler mi? Yok da şu cennet çıkartmam mı? Sen kim varsın? Az var mı duyursa için var. Hoş geldiniz. Ki yani bunun uyarlık alıp ne biz? Mesela ertalab qo'yganim odam ko'p edida. Ay, bitta soat 2-3 gacha o'tirib mektub ertalab o'qilaman, sen ishim qilaveradi. Ko'p qiziyapman. Assalomu alaykum. Bu supervisorlar Sayısı nasıl böyle? Peki. Sen ben zaten. Ana bu ne? Supervisor kendilerine yapacak, size bizden orada seyreder. Bu mekaneye geliyor gibi. Oraya artık bağlı taksiye yaptı. Bizim zar oldu. Yaşlı değil yani. Tamam, tanıyorsun. İşte hocam biri geldi. Şimdi zannedin. Ne geldi? Supervisor işletken bunu geliyor. Hı? Yeter supervisor işletken bunu geliyor. Next. Ne oldu? Ana bir yandan korktasın. Ishtixon tayyorroq sardola ko'rmagan tayyorroq. Boshqa uramiz. 2 6 tane. Ha, oldu. Bo'ldi. 6 ta berib. Nomzodlar bir kiringizlar. Aslında.
Çıkışın montajcılar fikirden bir yolu kompensasyon. Sağoldan çıkarken o zaman çıkacağız. En sonunda Olmaz. Assalomu alaykum hurmatli nomzodlar. Bugungi suhbat jarayonini ruxsatli so'rab boshlaymiz. Komissiya raisi o'zim, Oldingi sinf shubasini Rahmon Qo'shibov. Komissiya kotibi kadrlar bo'limidan Yalqacho'z ifora qo'yiladi. Komissiya a'zolari to'lovlar shubasidan Abbos aka, supervizorimiz Sardor aka va kadrlar bo'limidan yetakchi mutaxassisimiz Azamat aka. Agarda hech kimda e'tiroz bo'lmasa, hamma chiqib ketadi, bir kishi kelib o'tiradi. Mana bu yerda savollarni knopka orqali bosiladi, 5 ta savol bo'ladi. O'shanga to'g'ri javob berganlaringizga qarab, biz o'zimiz Kamerangizni yoqib oling, ko'rinmayapti. kamera yonib YouTube kamera YouTube'ga ulanganda zoom demonstratsiya qilingan kamera YouTube'ga ulangan. Bir ovoz, faqat ovozlaringizni eshitilyapti. pastda biza ko'rinyapti. YouTube'da linkini yubordik. bir kishi xavfsiz savollariga ko'radi, savollar chiqadi. Bir kishi xavfsiz qolganlar Hozir savollaringiz hammasi YouTube'da ketadi, hammasi. Haqiqiy bo'lishi. E'tiroz bo'lsa, o'sha orqali qo'lga olasiz. Sardor aka ruxsat bersangiz boshlaymiz. savolni bitta qarang, o'zgacha qanday tanishtiramiz. Osmanlı farkı.
Do'stdan chiqmaymi? Shu xizmatlarda ajratib ishlar, ism farqi, Abduhalim Hamidov, O'zbekiston Korpusi xizmatchi yildan 2017-2026 yillarda Samarqand Servis hisobotida o'qiganman. Umumiy stajim 2 yil prokuratura ishlaganman, 2 yil ishlaganman. Hozirda birinchi noyabrdan beri Kaçta oturuyorsunuz? Kursal beterli. Araştırdın. Başkası var. Kariyerimizi boşluyoruz. Sağolun. Çok iyi olsun. Hatta yapırsınız ağzıyla böyle. Og'ir ijtimoiy holat deganda nimani tushunasiz? Og'ir ijtimoiy holat deganda bunda ijtimoiy holat, ya'ni nogironligi bo'lgan yo uzoq vaqtdan beri yotib qolgan, yotoqda bo'lgan bemor yoki qanaqadir tabiiy ofatlar orqali yong'in, suv ko'chki o'shalar bilan moddiy tarafdan hozirgi kunda moddiy ahvoli yomonlashgan yoki bo'lmasa davolanishga muhtoj bo'lgan yoki boquvchisi yo'qotgan holatlarda og'ir ijtimoiy holat deb tushuniladi. Yana bunda moddiy va ma'naviy nimasiga qarab og'ir ijtimoiy holat baholanadi. Bunda moddiy taraflama asosan boquvchini yo'qotgan va oxirgi 6 oy mobaynida masalan oziq-ovqat mahsulotlarida kamchiligi bo'lgan holatda tushuniladi. Ma'naviy nimalar esa ruhiy stress olgan yoki masalan oxirgi marta shu ruhiy tarafdan bir katta o'zgarish bo'lganda shu og'ir ijtimoiy holat deb aytiladi. Ikkinchisi, ijtimoiy xodimning xotin-qizlar bilan qanday hamkorliklar olib boradi? Ijtimoiy xodim asosan xotin-qizlar bilan shu xotin-qizlardagi bo'layotgan asosiy masalan muammolar, ijtimoiy holatlari, masalan ayollar daftariga 30 yoshdan keyin 30 yoshdan boshlab xotin-qizlar kiradigan bo'lsa, ijtimoiy xodim jamiki o'sha 30 yoshni tug'ilganidan to shu og'ir ijtimoiy holatga tushgan barcha xotin-qizlar bilan ishlaydi. Bunda ayollar daftariga kiritilgan shu nimalar bilan ham hozirgi kunda yagona ijtimoiy reyestr joriy etilyapti. Bunda ayollar daftari boshqa daftarlar bitta bo'lgani bilan ularning bittasi qilyapti. O'sha maqsadda o'sha uchun asosan ish olib boradi. Bunda masalan ruhiy ta'zir zo'ravonlikka uchragan ayollar bilan ham ham xotin-qizlar ham ijtimoiy xodim birgalikda ish olib boriladi. Yoki masalan moddiy tarafdan yoki ma'naviy tarafdan masalan og'ir ahvolga tushib qolganda ham unda ham xotin-qizlar bilan birgalikda ishlanadi. Keyin masalan bolalar nafaqasi bilan chiqishda, masalan tasdiqlashda mahalla beshligi, ya'ni ijtimoiy xodim, hokim yordamchisi, xotin-qizlar, yoshlar va mahalla raisi tomonidan davlatnoma tasdiqlanganda o'shanda ish olib boriladi xotin-qizlar bilan birgalikda. Ijtimoiy xodim qaysi aholi guruhlari bilan ijtimoiy ish olib boriladi? Ijtimoiy xodim asosan og'ir toifaga tushib qolgan yoki yolg'izlar, keyin masalan nogironligi bo'lgan shaxslar yoki masalan Recording in progress. 80 yoshdan katta va yolg'iz keksalar, keyin aholining shu og'ir ijtimoiy holatiga tushib qolgan barcha qolgan qatlamlar bilan ish olib boriladi.
ijtimoiy xodimning roli deganda nimani tushunasiz? Ijtimoiy xodimning roli deganda shu aholini ijtimoiylashuv qatlamini ko'tarish, ya'ni oshirish degandagi shu qiladigan ishlarida, masalan, o'shani ijtimoiylashuv bo'lmasa. Oddiy nimadan ko'ra, masalan, abishni holatdagi insonlardan, masalan, qandaydir orqada qolganlarni, shularni hamma qatori bir xil ijtimoiylashuvga jalb etish, o'shanga ko'maklashish, moddiy, ma'naviy har qanday yordam turlarini ko'rsatishda, o'shani ko'rsatishdagi qaratilgan chora-tadbirlari ijtimoiy xodimning roliga kiritiladi. Bunda hozir aytib o'tganimdek, tug'ilgandan boshlab eng qaror bo'lganda ham shu ijtimoiy holatiga qarab har qanday ijtimoiy holatdan og'ir tarafga tushsa, o'shani yaxshilashga qaratilgan ishlari ijtimoiy xodimning roliga kiradi. Asosan reject bo'lgan maqolali tilidagi. Beshinchi savol. Ayollar reabilitatsiya qilishni moslashtirish bo'yicha Respublika markazining hududiy bo'linma yordam ko'rsatish hamda himoya orderi bergan shaxslar ijtimoiy xodim tomonidan necha oy davomida monitoring qilinadi? Himoya orderi 24 soat ichida 30 kunga beriladi. Himoya orderini monitoring qilish 6 oy davomida monitoring qilinadi. Agar o'sha holat takrorlanmasa. Himoya orderi kim tomonidan beriladi? Himoya orderini ijtimoiy himoya milliy agentligi inson markazlari tomonidan beriladi. Inson markazi o'rta beradi. Shu ishlar institutlari inson markazini ijtimoiy xodimlik bilan xotin-qizlar bergan maslahat tavsiyalar Savollarga qo'shimcha bormi yana to'ldirish? Qo'shimcha bo'lmasa bizlarda qo'shimcha savol bor. Hozir bosh ijtimoiy xodimlik topshiriq. Bu bosh ijtimoiy xodimning asosiy vazifalari nimadir? ijtimoiy xodimning asosiy vazifalari ijtimoiy xodimlarning ishlarini nazorat qilish, ishini olib borishda ko'maklashishadi. Endi buni sanaydigan bo'lsak, masalan, keladigan yuborgan testlarni tasdiqlash, ularni ko'rib chiqib baholashlarni qaytarish, hokimiyat jamg'armasi etiladigan nimalarni o'tkazish, yoki qaytarish, nazoratda har bitta ijtimoiy xodimning barcha yo'nalishlarini nazorat etishda. Bosh ijtimoiy xodimni indikator ko'rsatkichi emas. Bosh ijtimoiy hamma sohani eng samaradorlik ko'rsatkichi ko'rsatib beradi. O'shani bilasiz. Komissiya a'zolariga savol bormi? Tayyor qilmamiz. Savol bormi? Assalomu alaykum. Savol berasiz. Rahmat. Yo'q, shaxsiy kalendar. Sizdan Xursandbek kursdan kelganmisizlar? Xursandbek kursdan kelganmi? Hech kimda e'tiroz bo'lmasa, Tayloq tumani mas'uli chiqishingiz mumkin.
İşte insanlar kursuna çalışan, kime getirdi? Uzbekistan Zapaza başka bir insan çıkar. Benim zaten bir insan çıkar. Demek ki ilaç diye sürebileceğim. Sağlıklardan şöyle tersiz. Negre noktasında şey yanlardan ve uluslararası gazetesi huzurda iştimaklarına değindik. Samahamla iştimaklarına değil. İnsan iştimaklarına bakmada iştimaklarına ulaşılması boş mutlakası. 1990 yılında bugün Samahamla soruyor ve servis eğitimleri gazeteli hesabı aldırtılmak için bekliyorum. Herkese başka. Avrupa'da mahallede İştirak ediyorlar. iştimaklarına ulaşılması model ve bağlamında. Radikal terörist. Ma'lumotlarni ma'lumotlar berganda shu qadar Vakolatli organga sanayapti. Vakolatli organlar kimlar? Nafaqat tayinlashdi. Bolalar nafaqasi bu birinchi navbatda sog'liq organiga shartli sog'liq qo'mitasi ya'ni shart bo'yicha ma'lumotlar keyin yaqinda bilan ichki ishlar keyin integratsiya bu ya'ni bolalar nafaqasi ichki ishlar Video organlarda bu oila tartiblar asosiysi bu yerda
ijtimoiy holat masalan ko'p narsa bor. Oilalarni kam ta'minlangan to'g'risida ma'lumotlarni ijtimoiy holat doimiy orqali asosiyisini aytmayapsiz. Onları çift geçişlik. Tamam. Musa markaziy vakolatli organlar Müslüman tarzında ijtimoiy holat. İnsanların ijtimoiy holat. kelesi bo'luvchi Ijtimoiy holatdagi vazifalarni bajaradi. Ijtimoiy xodim birinchi vazifalar birinchi navbatda mahalladagi og'ir vaziyatga tushib qolgan oilalarni aniqlash. Asosiysi og'ir vaziyatga tushib qolgan oilalarni ijtimoiy xodimning asosiy vazifalari juda ko'p. Bilmasangiz keyingi savol bo'ladi. boshqa davlat kimlarga boshqa davlat nafaqadan ma'lum bir stajga ega bo'lmagan 60 yoshga to'lganda ayollar 65 yoshga to'lganda erkaklar boshqa davlat ba'zi ma'lum ishlagan xotinlar va bolalar bilan ishlash bo'yicha vakolatli organ qaysi birinchi vakolatli ichki ishlar sohasida keyin ichki ishlar inson ijtimoiy xizmatlar markazi psixologi Psixolog emas, inson markazi vazifasi bo'ladi. Chunki voyaga yetmaganlar bo'yicha voyaga yetmaganlar shu bo'lsa. Ba'zi fotolarni bo'yicha katta yoshlarga psixolog emas. Inson markazi. Vakolatli organ deganda inson markazi. Inson markazi misol uchun vasiyat organ emas. Keyingisi shu. Gender bilmaysizmi? Gender har katta xalqaro tashkilotlarda, seminarlarda juda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda gender tenglik, gender siyosat haqida. Suhbat birinchi davr kimsiz? Marhamat, qo'shimcha savollar bormi? Komissiyalar. Ularni to'ldirish bormi? Yaqinda xabar etdim. Birinchi mayga bo'lsa, ahvol o'zgartirish ijtimoiy nafaqalarda ya'ni o'sha cho'g'on bo'lgan gazsiz sukurlar doirasida son qarorlar qabul qilingan. Bunga vaziyat emas, qaror Kam ta'minlangan oilalarga belgilangan limitdan oshganda davlatimiz tomonidan to'lovlarni amalga oshirib berish. Bunlar bevosita ijtimoiy to'lovlar, inson markazlari nima ish qiladi? Inson markazlari bu yerda
Kendilerini hamkorlikda kendilerini o'yinlarni aniqlab ijtimoiy himoyaga yo'nalishda turuvchi oilalarga to'lov berilishi. Qachondan boshlab qancha miqdorda? Birinchi uyi bilan ikkinchisi qishki yozgi. Noyabrdan ish bilan. Kendisi 270 bin ülkeyle gidiyor. 100 yani. Kendisi hazırlar başta sağlığı. Nasıl iştirak ilişkiler var? Şahsi kendimizde de var. Bunlar da var. Sağ olun. Yayınlayacaksın mı? Yok. Bozalaş degan narsa olmaydi. Görüşürüz. Çalışmamızın. Olsun. Sabah siz tayyorlar. Geldik. Evet. Taşanlı yürüdük sokakını. Samarkand shahar inson ijtimoiy xizmatlar maktabi. Bu akşam oldu. Mahallede to'qqiz kishini xizmat ko'rsatuvchi xodim. 1989 yilda ikkinchi yil Samarqand bugungi kunda Samarqand shubasiga bosh mutaxassis shafqasini topshirdi. Tayyormisiz? Solga tayyormisiz? Buyurasiz. Siz o'qimaysiz. Qarshi qarab turib qarab Bir dakika vaqt tayyorlanishingizga tayyormisiz, tayyorlanishni boshlaymiz. Ağız çıkarıp fotoğraf veriyoruz. Bolalar nafaqasi to'lash muddati tugagandan keyin yana davom ettirishga qachon murojaat qilish mumkin? Bolalar nafaqasi tugagan oydan tugasa, masalan, dekabr oyi tugasa, yanvar oyi murojaat etish mumkin. Ijtimoiy xizmatlarning asosiy prinsiplarini ijtimoiy prinsiplar asosan 8 ta
sakkizta muhimini aytishga aholiga xabardarlikni oshirish, ularga ijtimoiy xizmatlar berish, ijtimoiy xizmatlarni to'liq tugal amalga oshirish, nogironligi bo'lgan ijtimoiy himoyadan haqlarni aniqlash, mahallaviy tizimdan aholida ularni nomalarini bartaraf etish, qonuniy davlat tomonidan kafolatlangan xizmatlarni amalga oshirish kompleks yo'nalish asosida ishlarni amalga oshirish va bu narsadan foydalangan fuqaroning hayotida imkon qadar yaxshi o'zgarish qilishni yo'lga qo'yish ijtimoiy xizmatlarning asosiy prinsipi hisoblanadi. Bu sakkiztaligini aniq bilaman. Lekin to'g'risi jamoat birlashmalarini tarqatib yuborish, ularni faoliyatini taqiqlash yoki cheklab qo'yish qonun vakolatida. Bu narsa mantiqaga qaraganda respublikaning vakolatlari jamoat birlashmalarini tashkil qilish va ularni taqiqlash va cheklab qo'yish respublikaning O'zbekiston Respublikasi vakolatiga kiradi. Va shu bilan birgalikda ayrim istisno qilingan holatlarda viloyat hokimliklari ham cheklab qo'yish imkoni bo'lishi bor. To'rtinchisi, murojaatning dublikati qanday murojaat qilinadi? Dublikat so'zining ma'nosi nusxasi degan ma'noda bildiriladi. Ya'ni qilingan murojaatning asl o'zi emas, nusxa holatdagi murojaat degan ma'noda. Murojaat nusxasini berilmasa Yo'q. Bunaqa demoqchimasman. Misol uchun murojaat berildi. Aynan qaysidir tashkilotga emas, bir necha tashkilotga atalgan bo'lishi mumkin bu murojaat xizmatiga. O'sha murojaatning aynan masalan ijtimoiy xizmatlarga tegishli qismigina olinib bizga taqdim qilinganda u murojaatni davlat fuqarolik xizmatchisining qanday huquqlarga ega? Davlat fuqarolik xizmatchisi asosan halol ishlashi birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda o'zining xizmat vazifasi qanday xizmat vazifasini bajarayotganligini tushunib yetgan bo'lishi va eng muhimi fuqaroni to'g'ri munosabat bilan uning muammosini hal qilishga erishishi. Xizmatchining asosiy huquqlaridan yana biri, agar fuqaro ayrim davlat xizmatchisiga nisbatan tuhmat qilinganda yoki unga nisbatan jismoniy, jinsiy yoki bo'lmasam huquqiy jihatdan ta'zir o'tkazgan holatlarda u davlat muhofazasida ekanligini inobatga olib, unga qonuniy huquqlar beriladi. Agar misol uchun bizda shunday huquq bor, aholi bizga kompaniyalar uchun ariza onlayn topshirgan. Chunki o'zingiz ma'lum, uchinchi ariza olish tizimi MyGov asosida. Lekin bizda xizmatchi huquqimiz o'sha xonadonga kelib, oilaning sharoitini, iqtisodiy va ijtimoiy holatni o'rganib chiqish bizning xizmat huquqimiz. Agar bunga fuqaro qarshilik ko'rsatsa, biz bu narsani qarshilik ko'rsatdi deb rad etib olish huquqiga ega. Agar o'rganib chiqib, xulosa qabul qilinish xizmatchilik hozir onlayn qilish shubhasi bo'lyapti. Demak, eng oddiy savol agar bo'lishimda topshirib bersangiz, yetim bilan ota-onadan mahrum bo'lgan bolalar nima kerak? qarang, yetimning o'zi ham aslida ikki turda bo'ladi. Bir tarafdan yetim va chin yetim. Agar ota-onadan mahrum bo'lib, vafot etgan bo'lsa yoki vafot etgan deb sud qaroriga ko'ra belgilangan bo'lsa, bu chin yetim. Agar otasi va onasi vafot etgan bo'lsa, bu yetim holatda ota-onasi ham tirik bo'la turib, ota-onalik muloqoti
sud tomonidan bekor qilingan farzandlar ular qarovchisiz qolgan ota-onalar yoki tashlab ketilganlar farzandini boqishdan voz kechib yordamga tashlab ketiladi. O'sha holatdagi farzandlar ota-ona qarovchisiz qolgan. Aynen. Şu şubaya da opsiyonuz da sizni mana shu shuba bilan hozirgi ishlaydigan o'sha mahalladagi ijtimoiy xodim ishlaysan. Qanday bir bog'liq taraf bor? Qayerdan bir monitoring qilib yoki qanday bir funksiyani bajarasiz? Mana bizda funksional vazifamiz birinchi o'rinda Aynan bolalarni aynan mana shu bolalar ijtimoiy himoya tizimida ishlaydigan ishimiz. Ota-onasi chetga ketgan. Ota-onasi har ikkalasi ham chetga ketib, bola vasiysiz holatda qarovsiz qolgan bolani aniqlash. Bu birinchi vazifa. Ikkinchi vazifamiz, misol uchun, yolg'iz ona, u ham chetga ketdi, bolani o'z onasiga tashlab ketdi. Lekin vasiylik holati mavjud emas. Bunda vasiylik holatini yo'lga qo'ydi. Bolaning qaramog'ini uni qarab turuvchi kishiga yuklash va 3 oyda bir marta uning oilaviy sharoitini monitoring qilish ijtimoiy qonun asosiy vazifa. Monitoring natijasida biz bittamas bir nechta oilaning iqtisodiy sharoitini, bolaning psixologik holatini o'zlashtirishini, qiziqishini va shu bilan birgalikda uning ish jarayonida, ya'ni o'qishida, qiziqishlarida, to'garaklarida nimalar bilan bandligini bo'sh vaqtlarini ham reglament bilan monitoring davomida savollarga javob qo'yish javobini olamiz. Qaysi davlatlar bo'ladi? Vasiylik va Monitoring qilasizlar. Masalan, mahallalarda patronatga olinganlar bor, vasiylik va homiylik olinganlar bor, oilaviy bolalar uyiga olinganlar bor. Bularni hammasi xodim tomonidan 3 oyda bir marta vasiylik homiylik deyapsiz. O'sha vasiylik homiylik qarori kim tomonidan chiqadi? Shu kunga qadar 2024-yilning 27-sonida 27-dekabrida 893 soni qarori binoan O'zbekiston Respublikasi vasiylik va homiylikni belgilash agentlikning tasarrufida o'tdi 1-fevraldan boshlab. Unga qadar viloyat, tuman, shahar hokimliklarining tasarrufida. Ya'ni inson ijtimoiy xizmatlar agentligining O'zbekiston, Toshkent shahar, tuman vakolatlari, tuman bo'limlari vakolatli. Sorularınız olsun. Yok. Şahsi gapim kızı yok. Mahallede şunlar hizmetler teşkil ediş şubesi, şunlar hizmetler teşkil ediş, şubesi koşulda yani her tarafta lavazımda faal ediş gibi. Onun da sağlıklı şeyle şu kankalarına oluyor. Demek ki tüm 12. de Uluslararası Üniversitesi'nin kuruluşu bölümünü bir tasvir sanatları sahnesi grafikasına alıcılıkla manevler davranışları üniversitesi uluslararası. İstanbul'dan Bollar İçtimai Şubesi Müdürü.
joylaysizlar? Siz boshlashingiz. Birinchi savol bilan beshinchi savolga umumiy bersam bo'ladimi? Hayot va sog'lig'i bevosita xavf mavjud bo'lgan bolalar aniqlanganda ijtimoiy xodim qanday ijtimoiy xizmatni amalga oshiradi? Birinchidan shu hayot va sog'lig'i bevosita xavf mavjud bo'lgan bolalar aniqlangan taqdirda, ya'ni o'sha birinchi ochilib o'sha ijtimoiy xizmatlar bilan inson markazi Rolashni shurasini ogohlantiradi, ichki ishlar ogohlantiradi. To'g'ri o'sha bolamiz yoki tibbiyot birlashmasining birgalikda sog'liq ishi umumiy holat ko'riladi. Ya'ni o'sha ta'sirotlar qanday holatga aniqlanadi. Keyin o'sha beshinchi savolga, ya'ni qaysi tashkilotda tazyiq zo'ravonlik uchraganda xotin-qizlar va bolalar bilan ishlash bo'yicha vakolatli organ hisoblanadi. Tashkilot tazyiq, ya'ni bu ichki ishlar o'sha tazyiq zo'ravonlik bolalar ham bo'lishi mumkin, ya'ni xotin-qizlar ham bo'lishi mumkin, ayollar ham bo'lishi mumkin. Bunda ichki ishlar inson ijtimoiy xizmatlar markazi o'sha bolalarni qilish va katta yoshdagilar, ya'ni psixologlar birgalikda shug'ullanishi mumkin. Ayollar daftari nima? Ayollar daftari ya'ni eng o'sha ijtimoiy xizmatlarning muvaffaqiyatlarini o'shiq olgan, ya'ni o'zlariga ya'ni nima deymiz, qamoqni qilolmagan hamda og'ir ahvoldagilar ayollar daftariga tayanib xotinimizni, ya'ni 30 yoshdan oshgan, ya'ni 30 yoshdan xotinimiz ayollar daftariga shu ijtimoiy sug'urta jamg'armasi hisobidan homiladorlik va tug'ish nafaqasi pullarga tayinlanadi. Ijtimoiy sug'urta jamg'armasi hisobidan bu, ya'ni o'sha ishlatilgan joydagi, ya'ni oilaviy holatning ko'ra o'sha og'ir holatda bo'lgan hamda ishlab turgan joyda qiyin ahvolga tushib qolganlar orqali to'lanadigan, ya'ni homilador tug'ish nafaqasi berilishi mumkin. Ya'ni ishlab turgan joyda o'sha homiladorlikni chiqargan yoki boshqa bo'lsa o'sha uylarning nafaqasi. Yolg'iz keksa yoki yolg'iz nogironlik bo'lgan shaxsni reyestrdan chiqarish qanday holatda amalga oshiriladi? Yolg'iz keksa, ya'ni birinchisi vafot etganda reyestrdan chiqarish mumkin. Endi nogironlik bo'lgan shaxs reyestrdan chiqarishni o'z ochiqcha bo'lgan